Assalomu alaykum hammalaringizga. Xudo xolasa mana 3D pechatni ham yo'lga qo'yamiz. Plastikdan bo'lgan barcha detallarni xudo xolasa 3D pechat qilib tayyorlab beramiz. Shunga o'xshagan detallarni, plastik detallarni xudo xolasa yaqin kunlarda shu 3D pechatni ham yo'lga qo'yamiz. Kstati, bizda hozir frezerni stanok bor, chipu shunga o'xshagan detallarni metallar hamki alyumingacha bo'lgan mis, latun, bronza va hokazo, xullas gapron bo'ladimi, plastik bo'ladimi, ularni frezerovka qilib shunaqangi detal materiallarni shunga o'xshagan har xil turdagi detallarni xudo xolasa tayyorlab berish xizmatini yo'lga qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa.